Balla bo'lsa sizlarda bo'lsa table layout, table layout. Layout'ningki 5-si bo'lgan table layout. Endi buni bir qadar endi oz ishlangan lekin bir murakkabroq bo'lgan, ham muhim bo'lgan mazmunlarni lekin endi turishimizda endi apish jarayonda eng ko'p qo'llanilgan layoutlar qaysi degan gapni yana shu liner layoutni relative layout ikkisini biriktirib terimlarga yaxshi bo'lgan. Endi ba'zi chog'larda biz odatda masalan ma'lum bir ko'nganlarni ma'qulatda yoki bo'lmasa ma'qulatda amajda yoki bo'lmasa ma'qulatda chizdiganga ehtiyoj yo'q. Endi mana liner layout bilan chiqarib bo'ldi. Nima? Liner layout bilan chiqarib bo'ldi. Lekin endi buni liner layout bilan chiqib ketib bir qulaysizlik bo'lib kelgan bizga ba'zi qulaysizlik har birisini o'zini tanishib deyiladi. Unda hozir buni texnik yaxshi bo'lgan shundaqa table'ni bilingizga odatda word table o'xshash CSS table o'xshash table orqali chiqarib bo'lgan shu. Androidni ta'minlagan table layout deb bujusi bor, table layout deb bujusi bor. Endi bu table layout deb bujusida biz alohida diqqat qilgan bir qancha mazmunlar bor. Table layout'niki to'ngidek bir qancha muhim xassiyatlari bor. Bularning ichiga qaragan bo'lsak, table layout'niki o'zining xassiyatlari. Hem şu işçilikki mesela kontrollarga bergan xassiyatlar. Bundan sonra table layout'niki şu o'ziniki xassiyatlar qanday xassiyatlar bor deganda shrink columns deganda show的内容过多的则收缩的扩展到第二行的demek ki onun imajı sağlandı olsa ma'lum biz ba'zi chog'larda ma'lum bir kamlik qilamiz ki yuziki o'zgartmasin o'chada biz shu shans orqali shu qurni kirdik bu endi table layoutimiz qanday dizayinlar table deganimizda qur nima ma'lum deb qo'yilgan stone shu jikodiki sandarni ko'zallanlarga keltirsangiz bo'ladi shu ma'ni qur nima maniki qur endi bir tekshir bo'lgan table layout table munda bo'ldi. Endi biz odatda kunlik turmushimizda cho'qim tekshiramiz ba'zilarniki endi ma'lum masalan ikkisi bir bo'lishi mumkin ama ikkisi bir bo'lishi mumkin ama uchi bir bo'lishi mumkin degan yoki bo'lmasa bir qur bir xil bo'lishi mumkin degan yoki bo'lmasa ba'zilarniki gerçi 5 olsun lekin birinchi ikkinchisi kamroq qolgan uchi kichikroq bo'lishi mumkin degan. Mo'shinlar bu joylarni uchrab qolsa qanday chiqamiz degan table layout'niki shu chog'larda biz tushunish orqali chiqamiz. Endi shrink columns deganimizni ham show deydi. Kichiklatib bo'lgan deydi. Demak to'g'ri kichiklatib bo'lgan qurlarni stollarni biz belgilab beramiz. Bundan sonra mavi kichiklikniki ta'tiri demak ta'tiri bu anda olsa so'zildigan deydi so'zildigan qurlar. Masalan ma'lum bir qurga biz 3 ta narsa chiqardik deyli ekranning kamligini 3 ta narsa chiqarsak nega to'xtab qoldi. Bundan sonra biz qanday qilib chiroyli chiqarish uchun davsa biz birinchisini bunchalik so'zlab qolgan ikkisini unda to'liqlab ekranni liq chiqarsak bo'ldi deymiz. Demak o'g'lim shu qaysi stollar qaysi stol deganimiz endi ustuni ostiga nima stol mavi qur bo'ladigan deb mavi ustidagini kolon deymiz ma'ni row deymiz. Qaysi stollar so'zilsin deymiz. Endi kim yerga qaraydigan bo'lsak ba'zi stollarni yoshirayotgan bo'lgan men diqqat qilganmiz endi so'ng link kaşıları ma'lum shundaqa link kaşıları
Endi olsa undan boshqa men ishchilikka ko'nganlarga qanday alaylik berilgancha qaragansak, ishchilikka ko'ngan layout qilin deydi. Layout qilin degan qaydan yangi ji ti jile shin shu deydi. Nechinchi qo'rda ko'rindi deydi. Net. Andikan layout span deydi. Span deydi. Qaydan yangi janchi le shu deydi. Morni alata bir kina sukutadi. Bu demakki sana biz ba'zida mandami bir bujiga ehtiyoj qilishimiz mumkin. Masalan, ustidagi to'liq metrlar tuzildi, lekin ostidagisi masalan ikkisi bir munda bujiligini bo'lishimiz mumkin. Shu chog'da niyatga dalsa mavo tayinlangan ekan dalsa biz layout spansini ikki qilib qo'ysak, demak bu ikki kolumni egallab chiqadi deysiz, ikki kolumni egallab chiqadi deysiz. Nasıl tuvanda biz bir kichik bir jisanchi yasasak bo'lsa, jisanchiga hisoblag'ishniki jampasini yasasak bo'lsa, shunday amaliy bir misol kiradi. Undan sonra jisanchiniki jampasini hammamiz bilamiz, ama 9 ta son bo'ldi. 9 ta son bo'ldi. Bu son deb tekis chiqadi 9. Lekin ma yanda 9 ta songa yandash, yani 3 qor mesela qo'shish, bo'lish, ko'paytirish deydi. Lekin ostida miyada tang bo'lsin. Miyada chekit bo'lsin, miyada 0 bo'lsin. Nima? Miyada ana qo'shish, bo'lish, ko'paytirish, bo'lish bo'lsin, miyada bo'lish bo'lsin. Ammo shunga o'xshashni qanday chiqaramiz? Yoki bo'lmasa chiroqlar chiqarish uchun mashqni bir qilsak bo'ladi, mashqni bir qilib. Undan sonra tuvanda mashqni chiqarib kirata qilamiz. Aldıdan biz tabiiyat qatı sınaq tarafdan basam şeyga men hech kim qilmaylar, battamda shu to'pni qilib baqaya, qanday chiqarib. Qaraganimizda bunaqa men hech qanday kenglik egizlikni bermadim, ma'noda kenglik egizlikni bermadim. Tabiiyatniki bir alayligi bo'lsa, ishchiligi biz ko'nganligiga biz kenglik egizlik beramiz. Bu avtomatik shu tabiiyatniki xavfli ko'nganligi ba'zi xavflar asosan bu kenglik egizlikni avtomatik o'zi tanishaydi deysiz, bu tabiiyatning xavfli alayligi. Endi mana qaraydigan bo'lsak, bu har bir yozgan bir ko'ngan bir qur bo'lib chiqadi. Unda olsa biz masalan niyatdan olsa biz shu kuchini bir qurg'i chiqarmoqchi bo'lib qolsak qanday qilamiz? Kuchini bir qurg'i chiqarmoqchi bo'lib qolsak qanday qilamiz deganda bizga yana tabiiyatniki ichiga qo'ydigan table niya qaragansak table row deb bir ko'ngan bo'lgan. Biz unda olsa ma'lum table row degan bir qurni bildirdi, ama u tabledagi bir qurni bildirdi. Unda olsa mashina ichiga evatgan ham demak mashina bir qur bo'ldi, ma'nosida bir qur bo'ldi. Unda olsa mashina ichiga evatgan ham bir qurg'i chiqadi degan so'z. Hargiz o'zi ayrim bir qur bo'lmaydi, hammasi bir qurg'i chiqadi degan so'z. Mana qaragan bo'lsak, mana hammasi bir qurg'i chiqdi. Nima? Hammasi bir qurg'i chiqdi. Unda olsa ne oldu bilen Fatoni'ye ne oldu bilen Niyat'ki bizimki düşünceni küçük yazısız olayı ondan sonra Fatoni'ye ondan sonra Niya'da bir tal edit text olsun. Andikin buna aslında Niya'da son olsun değer ne? Öldürgen atak kustarsanız izleyelim. Atak kustarsanız izleyelim. Ama andaki men yegan da olsa çoğarak kılıp ten belgesini izleyelim.
memiyegen de olsa çekitmeyiz olur. Ama halbuki memiyege kuşuş, bölüş, memiye köpekliş, miyege iş. Ama o zaman ne olsun? Nölünü yazığa yakanmadı. Nölünü kanda yazılır. Ne mana koyalım? Ne managa yeni bir kokuşaya niyege bir kişiye kadar kurda bunda yeni üç olsun. Hani ki mana astığa onda uzun bulsun. Maniken birisiga nöl. Mana birisiga çeke yine birisiga bölüş ya niyeden ise 4 tane mana o 4 tane bunda kesin. Ama şekil çıkıp baksana belki ya manikiye yani nölgelandırış diyeni koşaklarla nölgelandırış tam çikiyor nöl diyeni bulunmasını yüzüdeye nağlı bir bulsun yani nağlı çıkı bulsun üç bulsun 4 bulsun 5 6 7 8 9 bakın nağlı nöl bulsun nağlı çıkı bulsun nağlı Silo kavramı nölgelenmiş olsun nağlı tam bulsun nağlı çıkmış olsun belki en de kavramı nağlı kuş olsun nağlı iliş olsun nağlı köpek olsun nağlı bölüş olsun bu şekilde biz çıkıp göre bakalım bu şekilde biz çıkıp göre bakalım bunda olsa bizniki hem de olsa çıkıdığan mesela çıkıdığan neydi bununla belki birli table layout işimiz metayına şuna için ben mavi en yukarısına yani liner layout olarak liner layout diyorlar andaki bunun içiga men liner layout ki orientation'sine men vertikal qiladi mana bunun içiga men bir tal oldi bilan edit text olmaydi mana ustiga edit text buniki reduce filter onward manage reduce content onward margin tops and remove qaragancha menga tekstimiz chiqadi bunun astiga mana bir table layout qilib table layout onward ilgisine mi mazmunu vasıfsan olsun ya demek ilgisi mazmunu vasıfsan olsun zaten bu kaç table seçimini hem de buna içinde qaragansak ma'nan qaragansak oldi bilan bu mavi oldidagi Narayana kendisi o'xshash keldi ama hamisi 4 til ekan bir qo'rg'a 4 til ekan unda olsa bu inson nima bu asal unda olsa bunaqa table rowdan buni qurib olasiz mana table rowdan buni qurib olib andaki har birga button nima Android text mesela 2 3 nima andaki en ahirgi keldig'ini üstüge bölüş belgisi nima
Memleket miyage biz bayatın köygen haslıkten, yani bayatın köygen, bayatın köygen haslıkten, film kılınırsa, mesela, bundan sonra bununki hem ayınki kıymet alalıga hem, bunda kısak muşu bir barlıq kılınmışlar diyor size, barlıq kılınmışlar diyor. Biz onu karabalık. Karabalık hazır, bu kılınmışlar bizim Matır'ın mağarayında azrak nimi kapta. Demek bu bununki mezmuni sözünü diye sözü ama onlardan başka karab bakalım olsa nereden bana kararımızda kıllası kılın istiyor. Bu anda şu bonimiz deganda şu mavi yushirish degan manda yushirish endi nechinchi kunlarni yushirma deysiz. Bunaqa masalan 2 deb berib ataganmisan hozir endi 2 degandan 3-chi kunni belgilagan qaraydigan olsak 3 yo'qolib ketdi, mana 3 yo'qolib ketdi. Endi unda bizning maqsadimiz ishlarni hammasini tekshirib chiqarmoqchiz. Unda tekshirib chiqarmoqchiz. Unda biz qaragan olsak stretch deydi, stretch qilamiz deydi. Lazım barliq qo'limlarni tekshirib chiqargan. Mazmuni kengaysin degan, so'zilsin degan menda bu. Qaraydigan bo'lsak, uni avtomatik o'zi nimaga so'z berdi, so'z tanishib berdi. Unda bo'lsa buniki masalan ma'lum bir chiqarilsa, faqat uchinchi so'z deysiz. To'g'rimi? Unda bo'lsa yana ma'lum bir qilib qo'ysak, unda kichiklaydi deysiz. To'g'rimi? Qat'iy esa kichiklaydi deysiz. Qaraydigan endi biz hozir navbatda birinchi tabirovniki endi birinchisini chiqarib bo'ldik. Unda bo'lsa ben işte köçürətmiş tabirovniki birinchisini köçürət, unda bo'lsa ikkinchi qo'lni chiqaraman. Endi uchinchi qo'lni chiqaraman. İkinci kurdan 4, 5, 6 köpek bölgesi 7, 8, 9 9 kuş bölgesi Karagamsak bizden de niyetten yaşıyor. Bizim yetmiş yok ama üstünkü kısımdaki, maç kısımdaki minisiyle yitip olduk. Şuna var mı? Kısımdaki yitip olduk. Biz aslı karagamsak aslıda mavi aslı karagamsak mavi şişe şuna mı? Okşar. Mavi ama ikki qurg'i nisbatan to'liq ketdi. Demak, unda bo'lsa biz bayatdan ko'rib o'tdik. Ma'lum bir qurnimi kengaytirib bo'ldik. Bizlar endi mana qaragan bo'lsak, ma'rani qanday chiqaramiz. Şimdi burayında qaraydigan bo'lsak, mavi ikki qurg'in tabirovniki endi qurg'i nisbatan kengaytmaydi. Stonga nisbatan kengaytadi. Buning deganlik desanglar, masalan, ma'lum bir ston, ma'lum bir tayanch bor. Ikki ston egallashi mumkin, lekin ikki qurni egallaydi deb biz shogirdlarimizga. Bundan sonra bunaqa ma'lumotga ma'lumotni chiqarish uchun biz ilgirki soatlik darsda biz liner layoutni o'rganib ketgan. Liner layoutni ekanda Redis deb tushuncha berdik. Ama mana qaraydigan bo'lsak, biz bu millatda shu liner layoutniki Redis tushunchasi o'xshab ketadi. Nima? Masalan 425 deymiz.
Bundan sonra biz manimi ondan sonra biz ma'lum bir row qilib, row qilib. Bu rowning ichiga bitta liner layout ile ko'z. Bundan sonra liner layoutning ichiga bundan sonra yana bir liner layout ile uningga mana uningga 175 ni lekin bottondan o'rniga uningga 125 ni berib ko'ra qo'ydi. Degan usul bo'yicha masalan bundan sonra biz table rowdan bir nomga yangi qurishni dosa table yangi qurdim bilmaylar mumkin. Bunun ichiga dosa liner layout demoqchimiz. Nima? Liner layout millar buniki pagesini separate nima? Android pagesini dasagim bo'ladi. Lekin bunun ichiga men yana bir liner layout olmayman. Nima? Bunga men Android buniki pagesini nokta yuzini deb Android pagesi contact Android pagesi dosa yana bir buttonda bir nomini buttonda bir nelar o'xshash usul bo'yicha o'xshash usul bo'yicha 125 deb qo'yadi. Dosa muhabbatniki ilishtirishni qaraganda bu bir qisib chiqib qoldi. Buni qaraganda bu batniki endi mavi rayonga shuniki birla qurni egalabdi, birla item deb qoldi, mana birla item. Bunda olsa ma table layoutniki bo'lsa mushada oyoqlashtirib bo'lsa yangidan bir table layout quraylik nega. Biz ma table layoutni ko'raylik. Yangidan bir table layout quraylik. Unda olsa ham buniki nol qilib so'zildiroq mumkin. Qaraymiz, unda olsa mavi endi to'liq chiqdi degan so'z. Nima ketsanlar bu birli qurbatda ishchiga birli qurbatda. Manikida endi qaraymisak 3-4 qurbat. Nima ketsanlar biz ma'noda barliq qurlarni tanishadi. Qaraymiz nolunji qurni ko'rsatib berdi. Nima ketsanlar ma biz agar bayatni olgan rownoma mavi nolunji qurg'a chiqib qolganlik uchun bunimi 25 bo'yicha bo'ldi. Ma'noga bo'yicha, ma'noga bo'yicha shu yuqori ma'noga qo'yib belki ustidan boshlab bunda tanishib etildi bu barliq qurlarni. Bunda tanishib kelgachga majrani qoldi deysiz. Biz hozir nimishga ma'no to'liq chiqdi desangiz, ma bir ayrim table va astidagi rayonni bir ayrim table. Endi buniki faqat birla yon so'zlar bilan ustiga biz 0-qurnilar kengaytirib qo'ydik. Qurni kengaytirib qo'ydik. Unda hozir biz hozir bu yerda ma'no qilib bo'ldik, hozir. Endi biz bizniki net qilmoqchi bo'lgan ishimiz nima desangiz, mana qana self-parent deb beradi. Lekin net mavi endi qilmoqchi bo'lgan ishimiz marangni chiqarish. Bu rangni endi bizniki oson to'xtaydi. Buni ichiga table yana buni table layoutni yana qurib, buniki execute bilan tanishadi. Undan keyin buni ichiga table rowdan buni quraylik. Table rowdan buni qurib, bunga endi o'xshashlar button bu 0 deyiladi. Undan keyin cheket. Undan keyin 0 cheket set deyiladi. Endi miyaga men buniki shu ish qilgan 3 qismida to'liq chiqsin, to'liq chiqsin barliq. Endi bunaqa bundan belgilaydi. Bundan belgilaydi. 0 hash orqali ayirib beradi. Biz o'zimiz xohlagan
Bunda desek fakat şukurun birinci meyilin qaraydigan bo'lsak mana qaraydigan bo'lsak ma rayoni ma rayonidagi mausi ayrim bir tabiiy yo'nalishida bunda bo'lsa biz davomli turda ostiga birini beraylik tabiiy rayondan ostiga birini beraylik ostiga birini berganda yuvarga diqqat qilgan bo'lsak tang ikkini egallabdi shundaymi tang ikkini egallabdi oldi bilan man bu yerga tangdan birini qo'yib olay tangdan birini qo'yib olay bu yerga ikkisini bor shundaymi tang ikkini egallabdi bu yerda biz ko'rib ketdik ikkini egallash uchun bunda bo'lsa qo'mjanga bergan so'zimiz bor qo'mjanga bergan so'zimiz bor u so'zimiz nima aytsanlar layout span deb shundaymi span deb buni degan santimetrda nechini egallaydi deymiz santimetrda qaraydigan bo'lsak mana bizniki ham UI'ga o'xshash chiqdi faqat mana ichidagi sonlarga o'xshash chiqdi lekin bizniki yetmoqchi bo'lgan narsamizni yetdik degan so'z yetmoqchi bo'lgan narsamizni yetdik degan so'z endi tabelniki endi tabelniki mana bir qancha muhim xasligi bor muhim xasligi bor birisiga shrink andiki ichidagi ko'ngildagidagi layout column layout span degandagi xasligi bor endi shu xasliklarni obdan tushunib namliq shikirligi asosida bayon qilamiz chiniki shu bujusini mükemmellashtirib masalan kosinus sinus degan qo'shib deganligi bununkidan alışverişini kompüterniki cisimsiz qaraydigansak biz kompüterniki zaten qaramoqdik ya kompüterning cisimsiz qaragansak nima biz chiqargan yerda bizni chiqarib oldik buni bizni chiqarib oldik ishki qo'lni egallaydi maniki o'xshashgan bizni ishki qo'lni egallaydi bizni ishkisilar maniki uchuvchi bizni maniki 5 qo'l ekan 5 qo'l Muşnoga o'xshash desantiniki niyaga qarasanglar tekindirib murakkab niyaga qarasanglar tekindirib murakkab Muşnoga o'xshashni endi foydali funksiya tebilyapti foydali nimani qarasanglar foydali ko'ra qolsangiz endi mau 4 muhim xasllikdan cho'qim yodlab olgan xaslliklar va cho'qim tushunib yodlab olgan xaslliklar Deganda qanday o'rinda ishlatisizlar buni qanday o'rinda ishlatisizlar deganda cho'qim yodlab olgan tabelniki asosli alohidlik shu ishkillar deganlar cho'qim o'quvchilar shu bayon degan misolni ishlab baqsangiz kompyuterdagi istintini qo'zg'atib yana ko'ra baqsangiz bo'ldi endi biz ham yuqorida 5 burcuniki hammasini degidek so'zlab qo'ydik 5 burcuniki shu hammasini degidek so'zlab endi bizniki kelar soatdan boshlab rasmiy shu burjularni o'zaro aralashtirib qo'mjanlarni tanishtiramiz qo'mjanlar degan soatda text view edit text button list view grid view depth view degandek qo'mjanlar bor bularninki hammasini tushuntirib o'tamiz asosli ko'p ishlanadigan qo'mjanlarni tanishtiramiz qog'ozlarniki alohidligini qo'mjanlarni haqiqiy tushungan bo'lsanglar u birdamlik tushunish shu anda shu buniki ham biz layoutlarni so'zlab o'tamiz taraf qo'mjanlarni qo'yiblar so'zlab tushib ketmaymiz endi shu layout qismi muhim qismi buju qismi layoutni tushunsanglar bir batni sizib chiqarg'ili bo'ldi chiroyli qilib sizib chiqarg'ili bo'ldi